Assalomu alaykum azizlar. 11-sentyabr degan so'zning o'zi dunyodagi millionlab odamlar shuurida dahshat uyg'otadi. Yangi asrning ilk 11-sentyabrida dunyo bir necha daqiqa ichida chinakam xaos holatiga tushgandi. O'sha kuni dunyoda hamma himoyasizdek ko'ringandi. Mashhur serialda aytilganidek, dunyo 11-sentyabr va undan keyingi davrga bo'linadi. Ha azizlar, bugun 2001-yil Nyu-Yorkda sodir etilgan terakt haqida gaplashamiz. Iltimos videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Shu tariqa bu muhim mavzuni imkon qadar ko'proq odam tomosha qilishga yordam bergan bo'lasiz. 11-sentyabr haqida gapirganda odatda ikkita samolyot Butunjahon savdo markaziga urilgani haqida hikoya qilish bilan cheklanishadi. Keling, bugun bu ishga qo'l urganlar nega bunday qilgani, ularni qanday da'vo bunga undagani haqida gaplashsak. Shu uchun 2001-yildan emas, biroz avvalroqdan boshlaymiz. 1970-yillar Jidda. Saudiyalik milliarder, qirollik oilasi bilan juda yaqin bo'lgan oila vakili Muhammad ibn Avadining xotirjam, odobli, doim o'ylab gapiradigan o'g'li do'stlari bilan televizor ko'rib o'tirardi. Yigit Isroil-Falastin yerlarini bosib olgani va u yerdagi millatdoshlariga yordam bera olmayotganidan ezilib yurgan o'sha paytida televizorda isroillik politsiyachilar Falastinda himoyasiz ayollar va bolalarni urayotganini ko'rsatishadi. Yigit dodlab yig'lab yuboradi va do'stlariga qarab faqat bir gap aytadi: "Biz hali qasos olamiz." Milliarderning o'g'li bo'lmish bu kamgap yigitning qasosi qanchalik dahshatli bo'lishini hech kim tasavvur qila olmasdi. Yigitning ismi Usama edi. Uning otasi qirollik oilasidan bo'lmagan eng boy saudiyalik edi. Muhammad ibn Loden vafotiga qadar Quddusdagi Al-Aqso masjidi restavratsiyasi bilan shaxsan shug'ullanib kelgan. 1967-yil aviahalokatda o'lgan milliarderning barcha boyligi o'g'li Usama bin Lodenga qoladi. Yigit otasidan juda katta pul meros qolgan bo'lsa-da, hashamatga, dabdabali hayotga qiziqmaydi. 21 yosh vaqtida universitetdagi o'qishini tashlab, Sovet qo'shinlariga qarshi kurashayotgan mujohidlarga yordam berish uchun avval Pokistonga, keyin Afg'onistonga yo'l oladi va o'sha yerda global jihod g'oyasi asosida o'z tarafdorlarini yig'a boshlaydi. Unga arab davlatlaridan juda katta pul oqib boradi. Bin Laden Afg'onistonda mujohidlar uchun yo'llar quradi. Arab jangchilari uchun yer osti harbiy bazasi yaratadi va oxir-oqibat Al-Qoida deb atalmish terror tashkilotiga asos soladi. U shu qadar radikallashib ketadiki, uning eng yaqin tarafdorlari ham Usamaning yonidan keta boshlaydi. Biroq qasos o'tida yonayotgan Usamani hech kim to'xtata olmasdi va Bin Laden 2001-yil 11-sentyabr kuni o'zi qasos deb atagan dahshatli teraktni amalga oshiradi. Bu insoniyat tarixidagi eng dahshatli terakt edi. Shunchalik dahshatliki, har yili milliardlab dollar byudjetga ega bo'ladigan Amerika harbiylari yu maxsus xizmatlari teraktni CNN kadrlarida tomosha qilishadi xolos. ...2001-yil 11-sentyabr tongida Amerika aeroportlarida odatdagidek minglab reyslar parvozga tayyorlanayotgandi. O'sha kuni Al-Qoidaning 19 nafar a'zosi hech qanday muammosiz samolyotlarga chipta sotib olib ro'yxatdan o'tadi. Ular 4 guruhga bo'lingan, har bir guruhda bittadan Boeing samolyotini boshqara oladigan jangari bor edi. Va guruhdagi Al-Qoida a'zolari United Airlines aviakompaniyasining ikkita, American Airlines aviakompaniyasiga tegishli ikkita Boeing samolyotlarini egallab olib, ularni jonli bombaga aylantirishadi. Samolyotlar birin-ketin GPSni o'chirib, radarlardan g'oyib bo'ladi. Operatorlar nima bo'lganini tushunmay garang bo'lishadi. Shunda 11-reys bilan uchgan American Airlines samolyoti bilan aloqada bo'lib turgan operator nimadir sodir bo'lgan deb o'ylab, tezda harbiylardan qiruvchi samolyot so'raydi. Harbiylar esa bu shunchaki harbiy mashg'ulotning bir qismi deb o'ylashadi, chunki o'shanda chindan havo mudofaasi bo'yicha harbiy mashg'ulot davom etayotgandi. Biroq vaziyat jiddiy edi. Asta-sekin 11-chi, 175-chi, 77-chi va 93-chi reys bilan uchayotgan samolyotlar yo'nalish trayektoriyasini o'zgartira boshlaydi. Lekin Amerika maxsus kuchlari shunda ham hech qanday harakatni boshlamaydi. Fuqaro aviatsiyasidagi oddiy operatorlar insoniyat tarixidagi eng dahshatli terakt ostonasida chinakamiga dushman bilan maydonda yakkama-yakka qolib ketishadi.
Harbiylar 11-reysdagi Boeingni qidirish uchun birinchi F-15 qiruvchi samolyotlarini osmonga ko'targanda kech bo'lgandi. N-334AA bort raqamli Boeing 767 samolyoti Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi shimoliy binosiga borib uriladi. Bu voqea ertalab soat 8:46 da sodir bo'ladi. Bilasizmi, butun boshli yo'lovchi samolyoti ichidagi odamlar bilan Amerikadagi eng baland binoga borib urilgandan keyin ham Amerika maxsus xizmatlari vaziyatni qo'lga ola olmaydi. Armiya osmon xavfsizligini ta'minlay olmaydi. Ko'pchilik binoga samolyot urilganini sezmay ham qoladi. Tezda yirik telekanallar kameralarni Jahon savdo markazi binosiga qaratib, jonli efirni boshlab yuboradi. Birinchi samolyot urilganidan 17 daqiqa o'tib, binoga ikkinchi samolyot uriladi. Mahalliy vaqt bilan tong soat 09:03 da United Airlines aviakompaniyasiga tegishli Boeing endi egizak binolarning janubiysiga borib uriladi. Shunda amerikaliklarning hammasi tushunib yetishadi. Bu terakt. Dunyodagi eng qudratli davlatga hujum qilishdi. Ikkinchi portlashdan keyin butun Amerika dahshatga tushadi. Odamlar qo'rquvdan qaltirab televizorni kuzatishadi. Bu vaqtda terrorchilar egallab olgan yana bir Boeing Virginiyaga qarab uchayotgandi. Soat 9:37 daqiqa o'tganda samolyot AQSh Mudofaa vazirligi Pentagon binosiga borib uriladi. Amerika shunchalik himoyasiz holatga tushadiki, o'shandan keyingi samolyotlar Markaziy razvedka boshqarmasi yoki Oq uy binolariga urilishi ham hech gap emasdi. Hech kim hatto nechta samolyot egallab olinganini ham bilmasdi. Tongi soat 10:03 daqiqa o'tganda Bin Ladenning terrorchilari egallab olgan yana bir Boeing Pensilvaniya janubidagi ochiq maydonga qulaydi. Qora qutidagi yozuvlarda ma'lum bo'ladiki, samolyot bortidagi ekipaj a'zolari va yo'lovchilar qahramonlarcha kurashib, terrorchilardan samolyot nazoratini qaytarishga urinadi. Natijada samolyot uylar yoki biror bino ustiga emas, dalaga qulaydi. Bu samolyotdagi terrorchilar Kapitoliyga borib urilishni maqsad qilgandi. To'rt samolyot ichida bo'lgan hamma tabiiyki o'ladi. Xususan, 19 nafar xudkush terrorchilar ham. 4 terakt oqibatida umumiy hisobda 2977 kishi o'ladi. Eng ko'p 2606 kishi Jahon savdo markazi binosida, 246 qurbon samolyotdagi ekipaj a'zolari edi. Shuningdek, Pentagon binosida 125 kishi o'ladi. Qurbonlar 92 davlat fuqarolari edi. Qidiruv komissiyasi faqat 1600 jasadning shaxsini aniqlay oladi. Qolgan qurbonlar tanasi parchalanib ketadi. Jahon savdo markazi atrofida 10 mingta odam parchalari topiladi. Terakt butun dunyodagi siyosiy muvozanatning oyog'ini osmondan qiladi. Amerika Al-Qoidaga qarshi kurash iddaosi bilan Afg'onistonga bostirib kiradi. Shu bilan 2020-yil Joe Biden prezident bo'lganiga qadar Amerika qo'shinlari Afg'onistonda bo'lib Tolibon va Al-Qoidaga qarshi kurashadi. Aynan shu teraktdan keyin Amerikada g'arbda islamofobiya kuchayadi. Musulmonlarga yov qarash avj oladi. AQSh Yaqin Sharqda o'z ta'sirini oshirishga kirishib, haddan tashqari agressiv operatsiyalar amalga oshiradi. Iroqda urush boshlaydi. Bu Saddamga qarshi urush deyiladi, lekin aslida barchasiga turtki bo'lgan voqea aynan 11-sentyabr voqealari edi. Teraktdan keyin butun dunyoda u haqda afsonalar, konspirologiyalar tarqaladi. Amerikaning o'zi qilgan, Isroil qilgan qabilida. Eng ko'p tarqalgan konspirologiyaga ko'ra, Amerika bu teraktni go'yoki musulmon olamiga hujum qilish uchun uyushtirgan ekan. Lekin bu fitna nazariyalarining barchasi terakt markazidagi shaxs Usoma bin Ladenni chekkaga chiqarishdan boshqa narsa emas. Mening shaxsiy fikrimcha 2001-yil 11-sentyabr kuni shunchaki jiddalik Usoma bin Laden butun boshli Amerika maxsus xizmatlari, qudratli Amerika armiyasi, qudratli markaziy razvedka boshqarmasi va umuman butun Amerika Qo'shma Shtatlaridan kuchlilik qiladi. Keyin nima bo'lgani boshqa masala, lekin aynan o'sha kuni, o'sha epizodda bin Laden dunyodagi hamma narsaga qodirmiz deb katta ketib yuradigan amerikaliklardan kuchlilik qiladi. Axir Amerika maxsus xizmatlari o'shangacha terrorchi deganda chopon do'ppida yuradigan, chakib olib takbir aytib granata otadigan yoki oshib borsa beliga bomba bog'lab o'zini portlatib yuboradigan soch soqoli tartibsiz musulmon odamni tushunishganda. Basavlat, Yevropacha kiyingan,
qo'lida sport sumkasi bilan samolyot biznes klassiga chipta olgan arab ularning nazdida samolyot uchun hech qanday xavf tug'dirmagan. Terrorchilar shayx deb aytadigan Bin Laden bu yigitlarni butun boshli samolyotni boshqarishga o'rgatgani, ular birgina kansellariya pichog'i bilan butun boshli ekipaj a'zolarini o'ldirib samolyotni egallashi, keyin GPSni o'chirib Pentagonga qarab bexato uchishi ularning tushiga ham kirmagandi. Va mana shu xayolda biz dunyodagi eng zo'r davlatmiz degan g'urur bilan Usoma bin Ladenga mag'lub bo'lishgan. Bu terakt butun dunyoda samolyotga chiqishdagi nazoratni keskin kuchaytirdi. Odamlar endi hamma yeri tekshirib uchoqqa chiqarilmoqda. Hatto tirnoq oladigan qaychichani ham bortga olib kira olmaysiz. Samolyotlarga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan erkak bort kuzatuvchilar ishga olina boshlandi. Hozirgacha Amerika samolyotlariga chiqsangiz, elektron uskunalarni yoqib ko'rsatishni talab qilishadi. Xullas, terakt fuqaro aviatsiyasidagi tartibni ham o'zgartirib yubordi. So'zimiz oxirida terakt sabablariga to'xtalsak. Birinchi sabab tabiiyki Amerika maxsus xizmatlari ichki va tashqi razvedkasining mas'uliyatsizligi. Bilasizmi, teraktni sodir etgan 19 kishidan 3 nafari oxirgi bir necha oy davomida Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan ta'qib qilingan. Ularning Bin Laden bilan aloqador ekani aniq bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, ular samolyotga bemalol chiqib, uni Nyu-Yorkda portlatishgan. Va ko'pchilik e'tibor bermagan yana bir sabab bor. Bu haqda amerikalik maxsus ekspertlar ham gapirgan. Bu Amerikaning Yaqin Sharqdagi harakatlari. Washington bu mintaqada bepisandlarcha davlatlarning ishiga aralashishi, Isroil Falastin yerlarini bosib olishiga tinimsiz yordam berishi, bu borada hech kim bilan hisoblashmasligi musulmon olamida AQShga nisbatan nafratni oshirib yubordi. Bo'lmasa yosh 19 nafar yigit o'zi ham o'lib ketishini bilib nega bunday ishga qo'l ursin? Ularni sovuqqonlik bilan 3000 kishini o'ldirishga shunchaki shahid bo'lasan degan quruq gap bilan ishontirib bo'lmaydi. Bin Laden ularni aniq da'vo markazida birlashtirgandi. Azizlar, 19-sentyabr terakti insoniyat tarixidagi eng dahshatli, eng qo'rqinchli terakt bo'lib tarixga kirdi. Bu voqeani hech qachon unutmaslik, uning sabablarini o'rganishdan to'xtamaslik kerak. Chunki bu chindan dunyoni o'zgartirgan voqea bo'lgandi. Biz vaqtimiz bo'lganda terakt haqida yana videolar e'lon qilamiz. Omon bo'ling. Kunuzdan uzoqlashmang.